yo'qotib olish kerak jarimani voy qizim. 750 so'm pensiya olsa, yana jarima to'layman buni. U narx oshirib olsa. Aytinglar, xalq qiylanib ketdi, yig'ishtirsin bu jarimani. 32 millionga ko'tarilganimiz bu yerda xalq uchun foyda bo'ladigan nimadir yaratildimi? Xalqni haqiqatda ezib tashlayapti-da, bu ahvolda bo'lmaydi-da qizim. Ahvolni ko'ryapsiz. Ertalab kelganmiz, endi to'layapmiz seni. Shuning uchun sal yo'lida ko'rsalar xursand bo'lamiz. Bola chaqasini boqaman deb ko'chaga chiqqan xalqni bu yerga kelib ezadi. Kim so'raydi shofirdan, nima yordam kerak degan. Niye bular gaylar o peşakoda turib olyapti-ku, paylab bizni. Sizni tushaman deb bu. Shu yerdan turib olyapti, bilasizmi qizim? Ularni o'nglashda o'rniga mana shu xalqqa yopishib olgan. Qay ketyapti bu pullar? Chakana pul tushadi shuncha odam. Xalqni ham shu qiynavordi, to'g'risida. Xalq qiylanib ketdi. Jarimani emas, bu yerda tartib qoidani o'rnatish kerak. Birinchi. Jarimani 10 million qilgan taqdirda ham tartib qoidaga rioya qilmaydigan bo'lsa, uni keragi yo'q. Haydovchilar endi mashina haydayotganda 2 baravar hushyor va ehtiyotkorroq bo'ling, chunki cho'ntagingiz jiddiy ziyon ko'rishi mumkin. 1-avgustdan boshlab jarimalar miqdori ko'tarilishi kutilmoqda. Bunga haydovchilarimizning fikri qanday? Yo'qotib olish kerak jarimani voy qizim. 750 so'm pensiya olsa, yana jarima to'layman buni. U narx oshirib olsa. Niye bular gaylar o peşakoda turib olyapti-ku, paylab bizni. Sizni tushaman deb bu. Shu yerdan turib olyapti, bilasizmi qizim? Bunga fikrim sal odamlarni tushunishni so'rayman men. Oshirish kerak emas. Ahvolni ko'ryapsiz. Ertalab kelganmiz, endi to'layapmiz seni. Shuning uchun sal yo'lida ko'rsalar xursand bo'lamiz. Kuniga 150 ming so'm topilsa, haligindan 80 mingga gaz qo'yasiz, 40 mingga ovqatlanasiz, bu yerga sekin kirib ketasiz. Shuning uchun sal o'zi bir rek tushilyapti seni. Shuning uchun sal yo'lida ko'rishni so'raymiz. Jicha yengillik berish. Boshqa narsa kerak emas. Lekin yana bir tomoni bor. Jarima oshyapti, pensiya oshyapti deyapmiz-ku. Bir tomoni bor. Pensiyani oshirib turgan, jarimani oshirib qo'yapti, lekin sho'pirlar qiyin bo'lyapti, ashabi bo'lyapti. Lekin masalan, transport ko'p. Hali 3-4 reys ish qilsangiz ham qoplaveradi. Lekin bir reys qilsangiz 150 ming, 160 ming pul olib ketadi. Zo'rg'a, ertalab chiqib. Endi uni gazingiz bor, qoningiz bor. Qachoncha, jicha shabab tushunish kerak. Olib ko'tarsa bo'ladi, lekin bu xalqni bir o'ylab, qulaylik qilishlik uchun mana shuncha xalqimiz mana 24 milliondan hozir 32 millionga ko'tarildi-ga. 32 millionga ko'tarilganimiz bu yerda xalq uchun foyda bo'ladigan nimadir yaratildimi? Mana o'zingizlar ham o'zingizlarga savol berib ko'ringlar. Faqat shu sho'pirlarga mana joyida turgan mana bu yerda meva-chevalarga hech kim indamaydi, lekin Damas'ni sho'piri kelib mana shu yerga qo'ysa, kelib ko'paysagilar yozadi. Lekin boshqa Damas'dan boshqa mashina kelib qo'yadigan bo'lsa, hech kimning holini so'ramaydi. Faqat shu uyushmaga to'lov qilib, bola chaqasini boqaman deb ko'chaga chiqqan xalqni bu yerga kelib ezadi. Kim so'raydi sho'pirdan, nima yordam kerak degan. Siz savol beryapsiz. Savol tayin javobli bo'lmaydigan holatda bu. Hech kim xalq so'ramaydi. Faqat ezish bilan. Lekin ana rahmat kelib so'rayaptilar. Lekin bu holatni tepaga olib chiqadigan odamlar ham bo'lar ekan mana. To'g'rimi? Jarimani emas, bu yerda tartib qoidani o'rnatish kerak. Birinchi. Jarimani 10 million qilgan taqdirda ham tartib qoidaga rioya qilmaydigan bo'lsa, uni keragi yo'q. Jarimani tushunishsa bo'lmaydimi? Jarimani ko'tarishga nima haqqi bor? Hozir non topamizmi? Mana menga qo'yganimga kecha kuni mana olay yozib ketdi. 375 ming keldi. Yozishga nima haqqi bor? Suv tushirayotgandim. Jarima Qizildan o'tib ketsa ham jarima, hozir jarima turgan. Ya'ni ballari ketdi. Unga nima bor? Non topamizmi? Jarima to'laymizmi? Xalqni ham shu qiynavordi, to'g'risida. Xalq qiynalib ketdi. Menda tirikchilik qildirmayapti o'zi. Yo'qotish kerak bu jarimani. O'zi topayotgan oylik pulingiz jarimalardan o'sha xarajatlaringizdan ortyaptimi? Umuman orttira olmayapman. Mashinani sotaman deb turibman. Orqadan ketyapti, orqadan urib ketyapti, orqadan urib ketyapti. 60 dan o'ta olmaydigan bo'lib qoldik-a. Aytinglar, xalq qiylanib ketdi, yig'ishtirsin bu jarimani. Bozorimizni tinch qo'yib bersin, hamma tirikchilik qilsin. Bu keragi yo'q narsalarda xalq umuman qiylanib ketdi. Men ertagalar raddomga boraman, puli yo'q. Hozir 2 ta jarimam bor, uni to'lash kerak. Kim to'laydi uni? Bir oyda biz 6 million 7 million topayotgan bo'lsak, teng yarim dala topib qo'yapti hozir. 450 ming so'm pistonga beramiz, 400 ming so'm patentga beramiz. Bu mashinani biz zapchanalarni ish olmayapmiz bizlar yerda. Umuman bitta odamning oyligi o'zi 6 million 7 million bo'lishi kerak o'zi normal. Biz o'zi 5-6 million topamiz, 7 million. Yarmini dala topib qo'yadi. 1,5 million so'mga gaz qo'yamiz hozir. Abetimiz bor. Mashinamizni birinchi 10 millionga olgan mashinamizni biz sindirib yeb tugatyapmiz hozir. Ilojimiz yo'q boshqa. Bizga biroq quloq solmaydi ekan. Vokzalning ahvoli mana shunday.
15 ming so'mdan beramiz kunimizga. Kameralardan tashqari mana nimalar ham bor haligi. Nima deydi ona u? Ha? Ha, PPS deyishib qo'yadi. Kelaveradi. Haqqi bormi, haqqi yo'qmi, maga qo'yma, aga qo'yma, hamma yoqqa soxtami, soxta emasmiz dalari qo'yib tashlagan. Qaydan odam olamiz biz? Qanaqa qilib tashlaymiz? Bir yerda to'xtasangiz ham, noto'g'ri yerga to'xtab qo'ying deb hozir yangilikda mashina chiqaribdi, urib o'tib ketyapti shunday. Endi xalqni haqiqatda ezib tashlayapti-da, bu ahvolda bo'lmaydi-da, qizim. Mana shu issiqni qarang, avtovokzalda ahvolni qarang, sharoitni. Ularni o'nglashda o'rniga mana shu xalqqa yopishib olgan. Qay ketyapti bu pullar? Chakana pul tushadimi shuncha odamda? Shu Rahmat. go'shtni har kuni oshirib beryapti mana. Oxiri 125 ming, 130 ming bo'lib ketdi go'shtlar. Kirakajda go'sht yemayapti. Ha, go'sht yemaymiz qizim. Har kuni mana maga to'laymiz 15 ming, bu yerda to'laymiz 15 ming, 30 ming chiqimmi ettamanda. Hali pul topmasdan turib. 85 mingga gazni oshirib olgan to'layapti, gaz 85 ming. Bir 20 mingga eplab abid qilib olamiz, 150 ming shunday yo'qolib ketadi. O'zi 300 ming, 200 ming pul topyapmiz, 250 ming qizim. Meni fikrim qiziqtirmasa kerak hech kimni. Yo'q, bildirib qo'ying o'zingiz fikringizni. Endi sho'piroqdan xursand bo'lamanmi baribir? O'zi oylik topayotgan pulingiz jarimalardan oshyaptimi? Oshmaydi ham. Boshqa ham bo'lmaydi. Qiziq bo'lganda fikrim birov inobatga olganda birarni fikr. Rahmat. Hojat yo'qda. Ha, rahmat. Osh mashina olardim men. O'zi topayotgan oylik pulingiz xarajatlaringizga yetyaptimi jarimalardan ortiq? Yetkazolmayapmiz. Umuman yetmaydi-yu. O'ta jarimalar o'ta baland-ku. O'ta qiynalib ketyapmiz. Sharoit o'ta qiyin bo'lib ketyapti. Qimmatda. Men mana omon qoling. Kasal bo'lib qolganman. Misol menga Damas minaman. Pensiyam 950 ming so'mda. Menga zaralmasda bunaqa qilib yo'l yurib. Mana ammo qo'llarim yaxshilamaydi-yu. Shuning uchun qimmat ham yo'q qimmatda. O'zi oylik topayotgan pulingiz mana shu haydovchilik orqasidan topayotgan pulingiz jarimalardan, oylik xarajatlaringizdan ortadimi, ortmaydimi? Yo'q, aranga minaman, men zal o'tadi endi nima qilaman endi. Non olaman, shu-da, non, bular olaman. Hech bola yetmaydi-da. Haydovchilar hushyorroq bo'ling, jarimalar oshmoqda. Qizildan o'tish va noto'g'ri parkovka 824 ming so'm, ruxsatsiz tonirovka va mast holda mashina boshqarish 10 million 300 ming so'm, kamar taqmaslik 206 ming so'm, hujjatsiz haydash, sug'urtasiz mashina boshqarish 412 ming so'm, telefonda gaplashish 1 million 236 ming so'm, davlat raqamisiz boshqarish 2 million 60 ming so'm, tezlik 412 ming so'm, qarama-qarshi harakat 4 million 120 ming so'm. Bu jarimalar miqdori 1 avgustdan kuchga kiradi. Ushbu videoni haydovchilarga yuborib qo'ying.